Assalomu alaykum qadrli muxlis. Bu Top.uz kanali. Haqiqiy faktlar, tarix va texnologiyalar manzili. Biz sirlarni ochamiz, haqiqatni faqat faktlar orqali aytamiz. Obuna bo'ling va bilgingizni Top.uz bilan kuchaytiring. Qulay joylashib olgan bo'lsangiz, demak boshladik. Bugun video orqali sizlarga dunyoda eng uzoq davom etgan qurilish jarayoni haqida ma'lumot bermoqchiman. Dunyo tarixida qurilish sohasida juda ko'p qiziqarli ma'lumotlar uchraydi. Ularning ichida bugun gaplashadigan mavzuyimiz eng uzoq davom etgan qurilish jarayoni haqidadir. Ushbu ma'lumotni aytishim bilan tarixni yaxshi bilgan kishilarning xayoliga birinchi o'rinda Buyuk Xitoy devori kelishi mumkin. Chunki uning qurilish jarayoni ham 20 yildan ortiq davom etganiga tarix guvoh. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan qurilish Buyuk Xitoy devori bilan bog'liq emas, balki o'rta asrlarda boshlanib, aniqrog'i 1248-yilda boshlanib, 1880-yilda tugallangan Kyoln sobori haqida. Kyoln sobori Germaniya davlatining Kyoln shahrida joylashgan. Cologne Cathedral nomi bilan ham mashhur. Qurilish rasman 1248-yilda boshlangan. 1880-yilda yakunlangan. Umumiy davom etgan vaqt 632 yil. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. 632 yil vaqt ketgan ushbu soborning qurilishi uchun. Qurilish uslubining gotik uslubida boshlangan, lekin urushlar va mablag' yetishmasligi sababli bir necha marta to'xtab qolgan. 1560-yilda qurilish butunlay to'xtatilgan va 300 yil davomida tugallanmagan holda qolgan. Nihoyat 19-asrda Geffer va Getter birlashgach 1842-yilda qayta tiklangan. Qurilish 1880-yilda yakunlangan. Natijada bu sobor 632 yil ichida to'liq qurib bitkazilgan. Hozirda Kyoln sobori dunyoning eng yirik gotik soborlaridan biri hisoblanadi. UNESCO tomonidan Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan 1996-yilda. Qurilish paytida texnologiyalar o'zgargani uchun turli davr uslublari aralashgan. Har yili millionlab sayyohlar dunyo bo'ylab ushbu soborni ko'rish uchun tashrif buyurishadi. Xullas, eng uzoq davom etgan qurilish jarayoni bu Kyoln soboriga tegishli hisoblanadi. Bundan ham qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.